Dabanchini bir xil usulda etib yeyvermay do'stlar, mana manga o'xshash o'xshatib, chamifillarni sep turib etib yeb yiqinglar. Tam tilinglarda qoladi ekan. Mayli cho'nglar bo'lsin, mayli bolalar bo'lsin, bir tarafdan chamifini tetilg'ash, bir tarafdan dabanchining o'zini suralaysizlar. Ammo buni qanday etdimki birlikda o'rganamdik. Buning ketarlik materiallarni uncha ko'p emas, ko'rib turganlardek o'zimizning ehtiyojiga qarata muvofiq to'q go'shi, piyoz, yong'oq, qizil ko'klarza, samsoq, so'ng piyozlarni videoda ko'rsatilgan bo'yicha to'g'rab tayyor qilib olsaqli bo'ldi. Ko'rib mushagicha kepsizlar meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutqanmanlarmi? Buningdan taxam sarxil bo'lgan mazmunlarni o'zinglarning uchun taxammak terishma. Ko'rib turganlardek qazimiz azroq may qo'yamiz, may qizigandan keyin azroq shakar qo'yib, buning taz ko'pik o'rlagandan keyin tayyor qilib olgan shu to'q go'shimizni solamiz. To'q go'shimiz taz qizarg'ich holatda qo'rib olgandan keyin buning tayyor qilib olgan piyozni solsak bo'ldi. Piyoz, samsoqlarning taz purqi chiqish aralashtirib olgandan keyin az miqdor tuz, yana azroq yong'oq qo'yib go'shtning rangini chiroyli qizartib olgandan keyin tayyor qizartirilgan lazimizdan azroq sho'xoljon sevsak bo'ldi. Odatda uydagi sho'xolni to'g'risanglar bo'ldi, lekin sho'xoljon sevsanglar ta'mi taxam payz chiqadi do'stlar. Bularni qo'rib olgandan keyin yong'oqni solamiz. Yong'oqni azroq bir qo'rib olgandan keyin tayyor dabanchi etib qo'rimizni qo'yamiz. Bularni purq chiqqicha bir aralashtirib olgandan keyin o'zimizning ehtiyojiga qarata yana saylarimiz chilashqicha bir suv qo'yib 15 minut atrofida qaynatib olsaqli bo'ldi. Endi ko'rib turganlaridek saylarimiz toz qaynab, yong'oqlarni bir qurib pishgandan keyin buning yaxshi ko'rsanlar konfundan azroq anadan keyin mush pishirib tayyor qilib olgan chomifin chupimizni muvofiq silib, bularni aralashtirgandan keyin 3 minut atrofida qaynatib olamiz. Keyindan tayyor qilib olgan so'ng piyoz, qizil ko'klar, samsoqlarimizni silib 1 minut atrofida aralashtirib qaynatib olgandan keyin tuz ta'min tetib taqsimiz usva saqlab bo'ldi do'stlar. Ko'rib turganlaridek intayin payzi o'xshab ketdi. Qanslam igna aldinglarmi? Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak besib, inkas rayni haqsiz gullaringlarni ko'proq yo'lab qo'yishni unutmanglar. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.